ko'rsatganda, ashyoqda bugun sizlar bilan yosh bolalarda nafas yo'llarida yod jism tiqilib qolganda birinchi yordam qanday bo'lishini ko'rsatamiz. Avvalambor bolani xuddi shunday holatda ushlaysiz. Bitta mana barmog'ingiz og'izni ochib turish kerak, qolgani mana bosh bilan tanani ushlab turadi. Shunday holatda ikkita ko'rak sohasini pastki qismiga, o'rtasiga o'ta qattiq bo'lmagan 5 marta zarba beramiz. Uramiz, ya'ni 1, 2, 3, 4, 5 shunday holatda kuzatamiz. Og'izdagi yod jism tushdimi, yo'qmi? Agar tushmagan bo'lsa, shu holatda bolani yotqizamizda, mana to'y suyagini qirg'og'i bo'ladi, burchagi, shunda 5 marta bosamiz. 1, 2, 3, 4, 5. Shunda ham bo'lmasa, yana eski holatda davom ettiramiz, lekin yonimizda biron odam bo'lsa yordam so'raymiz, ya'ni 103 ga telefon qilish. Agar hech kim bo'lmasa, telefonni olamizda gromkosga qo'yib gaplashamiz, bag'da yordam davom etaveramiz. Agar bolalaringizda shunday holatda hushdan ketadigan bo'lsa, albatta bunga sun'iy nafas va yurak masajini o'tkazishingiz kerak. Ya'ni og'izni mashina olib yotganda og'izdan og'izga sun'iy nafas berib, undan keyin yana 5 marta yuragini masaj qilish kerak. Xuddi hali to'y sohani pastki qismida. Bolangiz ko'karib, nima bo'lishi mumkin, bundan qo'rqmaysiz. Tez yordam kelguncha bolaga yordam ko'rsatish kerak albatta. Sog' bo'ling, omon bo'ling.